O'zi tashqariga chiqyapti-yu. Hello, Chiselda. Hi, I'm good. How are you? No, thank you. Hey, no, go. Okay. Let me show you. Okay, show me. Xullas, bayroq ilish kerak do'stlar. Ichkarida yana bitta narsani devorga ilish kerak. Bu eski klient. Be careful, Chiselda. Yes. That looks weird. Yes. How many feet the flag? It's pretty big. Pretty big. Yeah. Xullas do'stlar, bitta qilinadigan ish bayroq postavkani qo'yiladi. Yana bitta ikkita ishlar bor. Devorga ilinadigan rasmlar bir nima bor dedi. Videoni kuzatib turinglar. YouTube'ga obuna bo'lmaganlar, YouTube'ga ham o'ta obuna bo'linglar. Bu nimani bayrog'i ekan? Qiziq. Washington Commanders bayrog'i ekan bu. Noto'g'ri tushunmaymiz. The center of the couch. Center of the couch. It's okay if the light switch is covered. These two shelves. Okay. What I want is this flip down like that, and then and then cut it if it's possible to make them equal. Can you do that? Of course. Yes. And then I want them mounted as our side table. Wherever. May I take a video for my social media? Yes, as long as the kids are not. No, no kids. Okay, no. Okay, thank you. Xullas do'stlar, mana uni bir xil qilib kesaman demaydi. Buni nabrot qotirib qo'ygan. Shuni to'g'rilab, mom bilan bir xil qilib, buni ham pastga qotirib, spanniga qotirib beraman. Xullas, beshilkani kiyimliligini mana ikkitasi rasm. Bu katta rasm bo'lsa, divanda o'rtasiga ilinadi. Hammasidan oldin tashqarida bayroqni bir-ikkitani qotirib beraman. I might be able to do these two. I don't know. I'll probably be back before you leave. Do you want to just send me the Venmo? Okay. Xullas do'stlar, tashqaridagini ham qotirib oldim. Endi ichkariga. Bu ketyapti bolalarni bog'chaga tashlagani. Send me the amount that I owe you Okay. because I don't know when you'll be done. Okay. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Buni ham qotirib oldim ikkovini joyiga. Mana bittasi kesildi ham boshidan uzunligi uchun. Xo'p, keyingi rasm divanda o'rtasiga tushsin degan. Mana o'rtasiga tushirdim. Uruvinda. Mana kiyim iladiganlarni qotirganman joyiga. Tashqarida bayrog'ini mahkam qilib qotirganman joyiga. Ikkita mana gul tubagini ilganman devorga. Shun bilan ish tugadi do'stlar. O'zi bolalarni olib ko'chaga chiqib ketgan. Mabodo kelishga ulgurmasam xabar bergin degan. Ish tugadi deb yozib qo'yaman, to'lovni onlayn qiladi. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar. Bu ishga menimcha berdim-mi? Chunki eski klientlar o'zi narxni biladi. Например, mana shu ishga 250-300 dollar bersa kerak. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar.